Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Yine bugün Qo'shko'pir tumani nerede? İttifak mı? İttifak kolxozuna 2 tane eshik ustanovka qilib berdik. Eshik ortadan kuruldu. Nabor bo'ldi yine. Endi arka taraf atık uzoqadi. Speklanishlarni 5 kilitli sonra kilit zamok. Yaxshi original zamokda. Çok jolib chiqdi yana. Mana yana shunday eshik. Eshiklarimizni kanalini e'tibor beringlar. 08'lik katta endifte işlendi. En yaxshi sifatli endifte. Tovari Maloshnoy Svet. Hurmatli obunachilar, kimda kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi telefon raqamlariga murojaat qila olasizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Sog' omon bo'linglar.